Sharq Turkistonlik qozoq ayol Sayrangul Savodboy Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik xalqaro ayollar jasorat mukofotiga erishdi. U yig'ilish lagerlarini dunyoga oshkorlagan tunji shohidlardan biri edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik xalqaro jasur ayollar mukofot murosimi 4-mart chorshanba kuni o'tkazildi. Mukofot tarqitish murosimiga Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Amerikaning birinchi xonimi Melania Trump maxsus so'z qildi. Pompeo so'zida mundaq dedi: "Bugun biz Sayragul Savodboyga hurmat bildiramiz. U ilgari doktor edi. U oilasidagilardan ayrilishga majbur bo'ldi va turmada qiyin qistoqqa elindi. U faqat rost gap qilganligi uchunla o'lim tahdidiga duch kelgan. U tunji bo'lib Xitoy Kompartiyasining musulmon oqsolliqlarga zulm qilganligini oshkora so'zlagan ziyonkashlik uchirg'uvchilarning biri. U botirlik bilan tutib turish lagerlaridagi ahvolni so'zlab berdi va boshqa sobiq tutqunlarni davomli ilhomlantirdi. Kishilar va ularning oila tavobatlari o'rinlaridan turib, hikoyalarini dunyoga so'zlashga boshladi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversiteti Qonun Fakultetining o'qituvchisi professor doktor İlyas Doğan Sharq Turkistonda Xitoy doiralari tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va buningga qarshi nimalarni qilish haqida Qrim xabar agentligining ziyoratini qabul qildi. U Xitoyning jinoyatlarining 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga tava bo'ladiganligini ta'kidladi hamda Sharq Turkistonlik ziyonkashlik uchirg'uvchilarning xalqaro jinoiy ishlar sudida huquqlarini qo'g'dishi bo'ladiganligini aytdi. Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida to'xtalgan professor Doğan, Uyg'urlar huquq bersa, advokat bo'lish sifati bilan xalqaro sudda bu masalani izqo'lab tekshiradiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Konya Najmiddin Erbakan Universiteti İjtimoiy fanlar institutida o'tkazilgan Sharq Turkiston va Xitoy zulmi nomli yig'inda so'z qilgan Seytim Turk apandi, afsuski Sharq Turkiston zimini Xitoy ishg'oliga tushib qolgan 70 yildan buyon o'tir asr zulmati ostida yashamoqda dedi. Beijing doiralari islomni xitoylashtirish planini davomlashtirmoqda. Xitoyning 2014-yili e'lon qilgan islomni xitoycha sotsializmga moslashtirish siyosati Sharq Turkistonda faqat soqol qatorliq dinga aloqador hamma narsani cheklash bilan qolmasdan, diniy kitoblarning yig'ilinib ko'ydirilishi, masjidlarning cheqilishi, hatto millionlagan musulmonlarning yangidan tarbiyalash nomidagi yig'ilish lagerlariga qamilishini keltirib chiqargan edi. Amdilikda Tungallarning masjidlari cheqilib, kitoblari cheklanmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Shandong o'lkasining bir nahiyasida Xitoy doiralari masjidlarda islomga oid barliq belgilarni, Qur'on va hadis kitoblarini, tajvid o'rganishni butunlay cheklagan. Masjid temidagi oyat hadislarni o'chirib etib, ularning o'rniga Xi Jinpingning so'zlari va asli maqsadimizni unutmayli, ulug' Xitoy orzusi uchun xizmat qilayli degan Xitoy shiorlarini yozdirgan. Xitoydagi mashina setilish miqdori oylik eng tuvan chekka tushib qoldi. 2-oyda koronavirus sababdan butun Xitoydagi mashina setilish miqdori 80% tuvaladi. Xitoy yo'lovchilar mashinasi jamiyati e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga qaraganda 2-oyda mashina setilish miqdori 80% tuvallagan. Garchi oldingi 3 haftaga selishtirganda kundalik o'rtacha setilish miqdori yaxshilangan bo'lsa-mu, ammo bozorning tuvallash nisbati tarixdagi eng yuqori saviyada turmoqda. Xitoy yo'lovchilar mashinasi jamiyati mundaq dedi: Bu markaning ko'rgazma zalida sotquvchilarning dastlabki 3 hafta ichida tijoratini boshlaganligini, lekin xaridorlar iqimi intayin tuvan bo'lg'achqa, bu vaqtda tuzuk bir narsa setilmaganligini, Toyota Xitoydagi setilish miqdorining 23800 ekanligini e'lon qildi va buning 1 yil ilgariga selishtirganda 70% oz ekanligi bildirildi. Xitoydagi yangi tipdagi koronavirus yuqumida o'lganlar soni 3144 ga yetdi. Davlat Səhiyyə Komiteti e'lon qilgan bayonotga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida Xitoy miqyosida yuqum sababidan 31 odam o'lgan, 139 yangi bemor bayqalgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı yangi tipdagi koronavirus yuqumi sababidan 290 milliondan ortiq o'quvchining ma'rifining uzilib qolganligini e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı ma'rifining xabariga qaraganda, Majburiy ma'rif fan madaniyat tashkiloti Wuhan o'pka yallig'i virusi sababidan 13 davlatda maktablar taqalgan. Armeniya, Ozarbayjon, Bahrayn, Xitoy, Choshen, Iron, Iroq, Italiya, Yaponiya, Kuvayt, Livan, Mongoliya va Arab Birlashma Xalifaligi maktablar taqib etilgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Baş direktor Audrey bu davlatlardagi 290 million 500 ming o'quvchining ma'rifdan uzilib qolganligini ta'kidladi. Azulay ogohlantirib mundaq dedi: "Baxtga qarshi sog'lomlik yoki boshqa krizislar sababidan maktablarning vaqtli taqilishi yangi ish emas. Ammo navbatdagi qalaymaqonchilikning yer shari ko'lami va sur'atini ko'zda tutganda bu qalaymaqonchilikning uzun davomlashishi ma'rif huquqiga ziyon yetkazadi." Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif fan madaniyat tashkiloti 10 mart Ma'rif Ministerligi saviyasida jiddiy yig'ilib, ma'rif va tarbiyalashning izchilligiga kapolatlik qilish strategiyasini muzokara qiladi.